Shaharni tark etganimga 1 oy bo'ldi. Yozda murdalar kam bo'ladigan o'rmon yaqinida yashashga qaror qildim. Balki qachondir yana shaharga qaytarman. Axir bu yerda yegulik oz. Yolg'iz yashashga o'rganib qolganman. Men shahardan ketdim. U yerda yuradigan murdalar ko'p. Hatto qishda ham. Yomon odamlar ham ko'p. Juda yomon odamlar. Soqolli oila boshlig'i qolishni istamasam ketishim mumkinligini aytgandi. Ular ketishimdan oldin choy ichishni taklif qilishdi. Choyni ichib, qayerga ketsang ketaver. Men o'zi allaqachon bu yerdan ketishga qaror qilgandim. Lekin choyni rad qilmadim. Bekor qilgan ekanman. Qayerdaman o'zi? Nima? Nimaga hamma yog'im og'riyapti? Nega uxlayapman? Mening qo'lim. Bu telba choyimga nimadir qo'shib berib panjamni kesib olibdi. Hammasini tushundim. U zombi o'g'lini meni a'zolarim bilan boqishga qaror qilibdi. Hozir bolasi mening qo'limni yeyayotgan bo'lsa kerak. Devor ortidan kimlardir baland ovozda suhbatlasha boshlashdi. U baribir o'ladi. Bu yerdan ketsa baribir tamom bo'ladi. O'zi ko'pi bilan 13 yoshda. Yaxshisi men uni Markka yediraman. Nimalar deyapsan, Andrey? Axir u tirik jon, kimningdir farzandi. Xuddi bizning Markka o'xshab. Ovozingni o'chir, yo'qsa shu bolaga qo'shib sen ham yediraman. Bu yer biroz tinch. Murdalar ko'rinmaydi. Yomon odamlarni uchratib qolish ehtimoli ham kam. To'g'ri, bu yerda ko'p yashay olmayman. Otishni ham hali yaxshi bilmayman. Patronlarim ham ko'p emas. Bir haftadan keyin boshqa joyga ketishim kerak. Hozircha bu yerda meni hech kim bezovta qilmayapti. Ertami kechmi baribir yana shaharga qaytishim kerak. Bu yerda yegulik topish mumkin. Qo'y. Bu yerdan ketishing kerak. Hoziroq qoch, bo'lmasa u seni o'ldiradi. Sizlarchi? U bizga tegmaydi, lekin sen qochishing kerak. Ayol menga aptechka, kiyimlarimni, ryukzagimni va biroz yeguliklar berdi. 1 soatdan keyin men ko'chada ketib borardim. Soat ertalabki 6 edi. Qo'lim qattiq og'rirdi. Qandaydir eski sport zalda to'xtadim. Aptechkada og'riqsizlantiruvchi dorilar, antibiotiklar bor ekan. Umid qilamanki, u xotini bilan qiziga tegmaydi. Eshik ortidan nimadir shitirladi. Bu mushuk edi. Shunchaki mushuk emas, yarmi yo'q murda mushuk. U oldingi oyoqlariga tayanib suduralardi. U menga qarab irillardi. Bu yerda yana kimdir bor edi. Qadam tovushlari eshitildi. Pol g'ichirladi. Temir shkaflarning biriga yashirindim. Murda mushukni quvlab ketdi. Ochlikdan es-hushlarini yo'qotib, bir-birlarini yeya boshlashgan ko'rinadi. Bahor kelishi bilan shahardan ketishga qaror qildim. Havo ilishi bilan podvallardan qolgan murdalar ham chiqib kelishadi. Bu yer do'zaxga aylanadi. Yozda Uazikda qo'nim topgunimcha qishning qolgan qismini va ilk bahorni kinoteatr binosida o'tkazdim. Endilikda men bu yerda deyarli 1 oydan beri yashayapman. Lekin och murdalar yemish qidirib bu yerlarga ham kelishlarini ko'nglim sezardi.